Kelajakdagilar taslim bo'lmaganing uchun seni sevishmaydi. Ammo seni Qizil Sulton deb biladi. katta bir millat seni yaxshi tomoning bilan emas, yomon tomoning bilan eslaydi. Haqiqatlar albatta oshkor bo'ladi. Men bu mamlakat uchun tunimni kunduzimga uladim. Qattiq mehnat qilib qo'shinni yangiladim. Undagi nizomni qayta tashkil qildim. Keyin esa yillar o'tib qo'shinimiz Grek urushida g'alaba qozondi. Men hukmronligimdan oldin bir shahardan boshqa shaharga sayohat qilish qiyin edi. Hozir Istanbuldan poyezdga o'tirib, shaharlarga, boshqa yurtlarga ketish mumkin. Mamlakatning bolalari o'qishga maktab topa olishmasdi. Men ular uchun maktablar ochdim. Turli bilim yurtlari tashkil qildim. Oliy maktablar ochdim. Mamlakat bolalari tahsilning har bir bosqichida o'qishlari uchun imkon yaratdim. Seni kuching meni tarix xotirasidan o'chirishga yetmaydi. Aytganlaringni inkor qilmayman. Tarixdan o'chirilmaysan. Shunchaki Qizil Sulton deb tanilasan. La g'oliba illalloh.